Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana endi navbatdagi obyektimiz koridor bo'lib turibdi. Keyingi xonamiz mana shu bo'ladi. Bizni короче mana shu xonamizni shunday suvog'ini qilamiz. Ishlar yaxshi, xudo xolasa sovuq vasha bo'lib ketdi akalar. Yomon sovuq bo'lib ketdi. Bilar, pizdes sovuq. Eng qizig'i mana shu. Ishonasizlar, men qarang, mask kiyganim bilan qarang. Yozda ishtonda yuribmiz. Onasidan yozda eslab turaylik deb. Shabadan qaranglar. O'zimchalik emas, hali yomon bo'lyapti. Pizdes. Yaxshimisizlar, charchamay kuzatuvchilar. Qancha qilib suvoq qilib, pakilovka qilib yuribmiz. Bu qilib. Piyolamiz bunday olasak. Yaxshilar ketyapti akalar. Choy damlasizmi? Hamma qaranglar. Suvoq yomonmi? Akalar bilan chiroyli bo'lgan joylar.